Bizda Muftiy Said Ahmad Bono'pir aytadilar rahmatullohi alayh, odam hojatxonaga kirganida esiga kelib qoladi. Duo aytmagani. Xo'p, nima qilish kerak? Tarbiya uslublaridan bittasi shuki, chiqib ketish kerak hojatxonadan. Chiqib yana boshqatdan kirish kerak, duosini o'qib. Keyingi safar o'qiyman, nafsga bu tarbiya bo'ladi. Keyin yana bitta holati bo'ladi, hojatxonada zikr qilishlikka aslida moni qilayotgan narsa hojatxonaning badbo'yligi bo'ladi. Shuning uchun hojatxonalarda qilayotganda tahoratxonada bet qo'yadigan joydan boshqa qilishlik yaxshi. Bu yerda hojatxonadan chiqqan hidlar sasib baqi chiqib yotaversa, badbo'y joyda Xudoning nomini zikr qilishlikda kufrning ehtimoli bo'ladi. Kofir bo'lishlikda xavfi bo'ladi. Sassiq joyda. Endi bu ma'noda o'tirgan odam tahorat qilayotgan bismillah deb duolar qilib o'tiribdi-da hojatxonadan chiqqan sassiqlar bilan. Endi farazan bir odam hojatxonaga kirdiki, hojatxona yuvilib toza bo'lgan ekan. Erta hech qanaqangi badbo'y yo'q ekan. Sizdan oldin birov chiqib ketgan emas ekan. Ancha oldin birov kirib chiqib ketgan ekan, hidlari ko'tarilib ketgan ekan. O'shanda ichida bo'lsa ham zikr qilsa hech narsa qilmaydi deganlar. Hali aytiladigan duoni